Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. HV alyumin antirazit profiliga veranda tayinlaganmiz. Xudo xolasa juda go'zal holatda chiqqan. Ustunlari har doimgidek o'ralgan, gradusni qilib o'raganmiz. Arka fon bilan go'zal holatda. Xo'sh, pastlari abrisovka g'ish urilgan pastlariga. Juda go'zal chiqdi, xudo xolasa. Xo'sh, Andijon viloyati Marhamat tumaniga o'rnatdik. Akamiz internetdan ko'rib zakaz qildi. Xudo xolasa juda go'zal qilib berdi narxlarini. Xo'sh, ruchkalari baquvvatida har doimgidek. Baquvvat ruchkadan. Verandamiz aynagi oq bo'lgan. Igropkalar ham go'zal holatda. Xo'sh, bu verandamiz kvadrati 520 mingdan chiqdi. Nimaga bunaqa arzon? Podokonnliklar ham ichida. Nimaga bunaqa arzon degan savolga ruchkalar ham baquvvat. Nimaga bunaqa arzon degan savolga bitta eshigi bor. Oyna oq bo'lganlik hisobiga shunaqa arzon chiqdi. Biz asosan ketadigan rasxodiga hisoblaymiz. Materialiga. Shunga kvadratlar har xil chiqadi bizda. Masalan 600 ming rangli bo'lsa, agar oynalari 1 qavat bo'lsa, 2 qavat bo'lsa 700 ming tepasida chiqadi. Ustunlarni ham o'rab beramiz, xudo xolasa go'zal holatda. Hamma yo'g'ini bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustanobga vodiy bo'ylab. Ishimiz yoqqan bo'lsa, xudo xolasa like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.